loyihasi doirasida Seul shahrida bo'lib o'tgan seminarimizda Shovot tumanidan ustozimiz Yusupova Sonajon borib kelgan. O'sha borib o'rganib kelgan tajribalari asosida bugun seminar trening o'tkazyapmiz. Men o'tgan yil 2025-yilda borganman va hozirda birgalikda sun'iy intellekt, robototexnika, mikrobit qurilmalari haqida ustozlarga yil boshida yangi bilimlarni berish uchun seminar uyushtirganmiz. Hozir bu seminardan maqsadimiz ham shu, yangi o'quv yilida ustozlar uchun kerakli bo'lgan sun'iy intellekt, robototexnika hamda mikrobit qurilmalari haqidagi yangi masalalarni o'rgatishdan iborat. O'zbekistondan taklif qilingan o'quvchilar, ya'ni bu seminardan biz o'zlarimizga ko'proq kamchiliklarimiz ustida ishlashni o'rgandik. Bizlar ko'pincha darslarda nazariy bilim beriladigan bo'lsa, Koreya chet davlatlarda amaliy jihatdan ko'proq o'quvchilar o'z ustida ishlaydi ekan. Bizlarni masalan metodikamizda ularning farqli tarafi, ularga boshlang'ich sinfdanoq informatika fanlari, sun'iy intellektlar o'rgatiladi ekan. Hamda o'zlari qo'llari bilan amaliy jihatdan yasab ko'rsatiladi ekan. Har bir o'quvchi o'zini qilgan ishini taqdim etishi kerak ekan. kecha middle school, high school esa birga savol qilish turibdi. Har bir o'quvchi o'zini rasm tushirish. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi va Seul shahar ta'lim boshqarmasi tashabbusi bilan qilingan Click Training Program 2026 loyihasida 13-22 may kunlari bo'lib o'tgan seminarda Koreyada tajriba oshirib keldim. Bu Seul shahrida bo'lgan paytimizda biz boshlang'ich, o'rta va yuqori maktablarda bo'lib o'tdik. Bizga Koreyaning eng malakali o'qituvchilari sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, robototexnika bo'yicha bizga bilimlar berishdi. Biz ham bu olgan bilimlarimizni O'zbekistonga kelganimizdan keyin shu seminar treninglar orqali o'qituvchilarga ulashdik va shu bilan bir qatorda o'quvchilarga o'quv mashg'ulotlarida olib boryapman birgalikda. Haydi!